Assalomu alaykum. Menga hali Samo meni oilamni buzadigan-a? Va alaykum salom. Shu tanimadim. Siz bilan ichkarida gaplashsak bo'ladimi? Tashqarida turgan bolalarni ko'ryapsizmi? Ha, ko'ryaman. Ular meni bolalarim. Voy, tashqarida qolishmas, ichkariga olib kiring. Yo'q. Siz bilan suhbatimizni eshitishmagani ma'qul. Men sizga ikki og'iz gapiraman u ketaman. Farruh akani taniysiz? Men ularning ayollarimi. Qaysi Farruh? Men hech qanaqa Farruh tanimayman. Qo'ysizchi. Yolg'on gapirish nima keragi bor? Siz bilan telefonda ko'p gaplashganmiz. Yozishganmiz. Erimni tinch qo'yishingizni qayta so'raganman. Lekin siz bizning oilamizni buzishda davom etaverdingiz. Men Farruh akamni o'zgaradilar deb rosa kutdim. Lekin o'zgarmadilar. Men siz bilan urush qilgani kelmadim. Men bu o'yinda yutqazganimni tan olib keldim. Bilasizmi? Harakat qildim. Ikkita bolamni yetim qilmaslik uchun harakat qildim, lekin kuchim yetmadi. Siz mendan yaxshi ekansiz. Men erimni sizga berdim. Men ojizlik qildim. Lekin sizga bitta qarz gapni aytishni joiz bildim. Juda ham yosh, chiroyli qiz ekansiz. Lekin o'zingizni buncha arzon sotishingiz yaxshi emas edi. Shuncha uylanmagan yigitlar turganda meni erimga yem bo'lishingiz menimcha xato. Yosh umringizda xazon qilishingiz yaxshi emas. Sizni ham o'zingizning oilangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz bo'lishi mumkin edi. Siz meni baxtsizligim evaziga baxtli bo'lib o'tiribsiz. Ikkita bolamni yetim qildingiz. Yaxshi ish qilmadingiz. Lekin men erim endi qaytib kelib boshimdan tilla sochsa ham ikki dunyoga yarashmayman. Shunchaki bularni bilishingizni xohladim. Sog' bo'ling, baxtli bo'linglar. Farruh aka, Sarnigur. biz endi begonalarmiz. Men sizni tinch qo'ydim. Iltimos, men javobim bering. Bolalarimizga ham o'zim qarayman. Xohlagan paytingiz kelib ko'rishingiz mumkin. Alimentga ham bermayman. Faqat sizlarni vijdoninglar oldida yolg'iz qoldirmoqchiman. Qanaqa vijdon haqida gapiryapman o'zi? Bittasi o'zini arzonga sotgan, meni baxtsizligim evaziga baxtli bo'layotgan ayol. Ikkinchisi esa o'zini bolalarini yetim qilgan, gulday ayolini mana shu qizga almashgan erkak. Baxtli bo'linglar.